Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarining qurilishiga qatnashgan ishchilar Xitoy tarbiyalash markazlari deb ataladigan tarbiyalash lagerlari to'g'risida texnik ko'p uchurlarni oshkorladi. Zimiston to'ri Sharq Turkistonda bir qancha yig'ilish lageri qurishga qatnashgan 3 ishchini ziyorat qildi. Bexatarligi uchun ismini oshkorlamagan bu kishilardan biri mundaq dedi. Tamning egizligi 4 metrdan oshadi. Onun ustiga egizligi 3 dan 4 metrgacha bo'lgan to'mir taqtay yoki 2 qavat to'qliq to'mir simba. Umumiy egizligi 7 yoki 8 metr. Yang familiyalik bu kishi yana mundaq dedi. 4 bulonda turma nazoratchisi bor. Bu tarbiyalash o'zgartish lagerida derizlar po'latdan yasalgan va qo'g'dash reshatkasi o'rnatilgan. Hatto 3 yoki 4 kvadrat metrlik qamoqxona bor. Derizasi yo'q. Har bir uyda 2 kamera va ogohlantirish signali bor. Ishik aylanadi. Atrofdagi kamera har bir so'zni nazorat qila oladi. Har bir qavatdagi qorovulxonada ko'radigan va nazorat qiladigan odam bor. Ko'pchilik sizga tikilib turadi. Siz boshqalarning ko'zidan qochib qutulolmaysiz. O so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Hojatxonada kamera bor. Ichidagi kishilarning hech qanday maxfiyatligi yo'q. Onun aytishicha, bir nahiyadagi bir qancha o'zgartish lagerining yoritish kamerasining tanarxi 42 million yuandan oshadi ekan. Amerika Dini Erkinlik Komiteti 13 Mart günü bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarni to'qimchilik zavodlarida majburiy emgak sog'anligini qattiq tanqid qilgan. Bayonotda ba'zi asosli Amerika shirkatlarini o'z ichiga olgan nurg'un korxonalarning majburiy emgak kuchlarini ishlatishga bevosita chetishlik ekanligi ta'kidlanib, Amerika avam va kengash palatalarida sunilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini qarshi oladiganligini bildirgan. O'tgan hafta Avstraliyadagi bir aql ambiri doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni Xitoy zavod korxonalarida keng ko'lamlik majburiy emgak selayotganligi, ularning bir qismining lagerdagi tutqunlar ekanligini oshkorlagan. Mazkur qonun loyihasi bu haftaning boshlarida Amerika Avam palata a'zosi Jim McRobin bilan kengash palata a'zosi Marco Rubio tarafidan o'ttirg'i qo'yilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump 16-iyul Twitterda uchur yo'llab, yangi tipli koronavirusini Xitoy virusi deb atadi. O Twitterda Amerika Aviasiya şirkati qatorliq Xitoy virusining ta'siriga uchirgan boshqa kasblarni kuchli qo'llaydi. Biz ilgirki har qanday vaqtdagidan kuchli bo'lamiz. Shuning bilan bir vaqtda Amerika sahiya xodimlari dushanba kuni qabul qilishga bo'ladigan yangi bir vaksinaning borlig'ini e'lon qildi. Tunji qitimliq sinoq stadiyida ilib berilgan bo'lib, mutaxassislar texnik unumlik tajriba bosqichidan o'tib, unumlik va bexatar ekanligini isbotlash uchun 1 yildan 18 oygacha vaqt ketadiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan 7 davlat guruhi G7 rahbarlari barliq zarur tadbirlarni qo'llanib, Xitoy virusi ta'siriga uchragan dunyo iqtisodini muqimlashga va'da berdi. Amerika, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Angliya va Yaponiya rahbarlari o'tirisidagi telefon yig'inidan keyin e'lon qilingan bayonotda har qaysi davlat rahbarlari markaziy banklarning pul muomala sistemasini qo'llanishni talab qilish va har haftalik moliya ministrlari yig'ini chaqirib, boshqa ehtiyojli tadbirlarni muzokara qilishga qo'shiladiganligini bildirdi. Türkiye Səhiyyə Ministri Fakhriddin Koca 16 Mart kecha e'lon qilingan bayonotida Turkiyada Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar sonining 47 ga yetganligini, hozircha virusdan yuqumlanib o'lganlarning yo'qligini bildirdi. Ministr Koca yana 6 davlatda Aviasiya cheklamasi qo'yganligini, atgan soat 8 dan boshlab Irlandiya, Angliya, Shvetsariya, Saudiya Arabiston, Misr va Arab Birlashma Xalifaligiga qatnaydigan navbatchi aeroplanlarning to'xtatilganligini bildirdi. Buning bilan Turkiya safar cheklamasi qo'ygan davlat soni 20 ga yetdi. Koca so'zida yana kishilarning ommaviy taratqulardagi asossiz narsalarga ishinib, vahima paydo qilmaslikni ta'kidlash bilan birga, xalqni virusga qarshi turish tadbirlariga onglik rioya qilishga chaqirdi. Shuning bilan birga
Türkiye Dini İşler İdaresi 16 Mart bayonot e'lon qilib, Cuma namozi qatorliq masjidlardagi kollektiv faoliyatlarning vaqtli to'xtatilganligini bildirdi. Dini İşler İdaresi boshlig'i Ali Arbash masjidlarning kishilarning yakka holda namoz o'qishi uchun ochiq ekanligini aytdi. İsrail prezidenti Levrin hozirgi vaqtlik bosh ministri Netanyahuning asosli raqibi. Ko'k va oq birlashma partiyasining rahbari Benni Gantezning yangi hukumat tashkillashga boshlaydiganligini qaror qildi. Ko'k va oq birlashma partiyasining rahbari Markaz Solchil partiya ittifoqi, Arab partiyasi ittifoqi, Birlashma tizimlik partiyasi, Dunyoviy millatchi partiya, Isroiliya bizning yurtimiz partiyasining qo'llashiga erishdi. Revlin 15-yilda 120 parlament a'zosi bilan maslahatlashgandan keyin bayonot e'lon qilib, o'zining 16-yilda Gazzaga hukumat tashkillash vazifasini topshiradiganligini e'lon qildi. Isroiliya 1 yilga yetmagan vaqt ichida 3 qatim cho'ng saylam o'tkazdi. O'tgan 2 yilda hech qanday siyosiy partiya parlamentdagi o'rinning 20 dan ko'pragi bilan birlashma hukumat qura olmadi. Eng yangi umumiy saylam 3-oyning 2-kuni o'tkazildi. Netanyahuning Likud guruhi g'alaba qilgan bo'lsa-mu, ammo parlament ko'p sonliqqa erisha olmadi.